Mana shu $100 menga idealniy qilib programma qilib berdilar. Cheklari o'tish kerak mashina yurganda, propanli mashina cheki umuman yonish kerak emas, pamit berganda yonish kerak faqat. Постоянно yonib yurish kerak emas. Idealniy qilib оборотlarni ko'tarib, yurganda razgollarni yaxshilab qilib berdilar. Bo'ldi aka, dedim, hozir bularga $100lik nima ishlarni qilishimizni bitta ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Imino qilib, individualniy qilib beramiz. Cheklovchada yurishi, razgollari, pedal seishlari zo'r bo'ladi. Videoni oxirida akamizdan o'zlaridan eshitamiz javobini. Videoni oxirigacha ko'ringlar. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side. Hop, kaptayamiz tayyor. Stage qilib, o'nglab cheklarni o'chirib tekshiramiz. Qanaqa yurishlari? Yaxshimi? Yaxshi. Cheklarni ham o'chirib, gaz pedallari hammasini, gazdan ligirovkasini qilib, hammasini qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, passiv qoldiramiz, telefon qilaverasiz.